Xo'p, 4-si Rumiydan. Bu daqiq, nozik yoki ko'rinmas haqiqat. Siz yoki sen nimani yaxshi ko'rsang, o'shasan. Ana. Bu iqtibos menimcha shu kungacha chiqqan iqtiboslarimizda to'q 3 taliga kirsa kerak. Hozir sharhlasak tushunib olasizlar. Inson doim fikrlaydigan inson, o'ylaydigan inson o'ziga o'zi savol beradi. Men kimman? Ism familiyangizdan tashqari, kasbingizdan tashqari aytishingiz mumkin. Men finansistman, dasturchiman, programmistman, marketologman, o'quvchiman. Men Umarman, mana Muhammad Umar o'tiribdi yoki men Asadbekman, mana Asadbek o'tiribdi. Bu ismlar xolos. Bu sizni kimligingizni aytmaydi. Muhammad Umar ismli inson 100 minglab bor. Asadbek ismli inson 10 minglab, 100 minglab bor. Butun dunyoda bor. Eng qizig'i bu xalqaro ism, arabcha ism. Bizni bu ta'riflamaydi. Bizni nima ta'riflaydi? Qattan bilamiz kimligimizni? Ajib savol. Kim berib ko'rgan o'ziga shu savolni? Kimmiz biz? Ajib. Endi sharhlaymiz. Siz nimani yaxshi ko'rsangiz o'shasiz. Bu sharhni chuqurlashtiramiz. Inson bir narsani yaxshi ko'rsa, sevsa, nima qiladi? O'shanga vaqt ajratadi. Sevganimizni qatdan bilamiz? Vaqtdan bilamiz. Chunki bizdagi eng qimmat narsa, eng tugaydigan narsa va joyiga tushmaydigan narsa vaqt. Boyda ham bir xil, kambag'alda ham bir xil. Qarida ham bir xil, yoshda ham bir xil, aqllida ham bor, ahmoqda ham bor. Hammada bor. Ana shu buning uchun men aytaman, vaqt universal resurs. Siz bir narsaga ko'proq va ko'proq vaqt ajratar ekansiz, siz o'sha narsani yaxshi ko'rishingizni belgisi bo'ladi. Insonlar o'ziga vaqt ajratsa, oynaga qarab, kiyim tanlab, cho'milib, sochini taraydiganlar bor 20 daqiqalab. Qizlarni aytmayapman, bolalarni aytyapman. Ana bu o'ziga vaqt ajratyapti, o'zini yaxshi ko'radi. Narsis deymiz-a, narsis o'zini ko'zgudagi yoki o'sha ko'ldagi aksiga qarab keyin shatta suvga tushib ketadi va undan gul o'sib chiqadi. Ana shu gulning oti narsis, ana shunday nomlashadi. O'ziga qarayvergandan mahliyo bo'lib shuna tushib ketadi suvga. Shunaqa insonlar bor. Vaqtdan bilib olamiz. Demak, bir inson juda ko'p vaqtini entertainment deymiz, развлечение, ko'ngil xushlikka borib effekti bobi. O'tvosin unda. Bizning maktabimiz poyezd yo'li yonida joylashgan. Shu temir yo'l deymiz. Shahardagi shu Toshkent bazasi deydi, shu o'rtada joylashgan. Toshkentning o'rtasida o'sha yerga har kun yuk tashiydi. Bir kunda 2 mahal ertalab yoqqa o'tadi. Asosan o'sha benzin, guruch, sement, mana shunaqa yuklar o'tadi. Mana hozir og'ir yuklar o'tyapti mana. Ana pirpirashdan, qimirlashdan bilamizda. Keyin kechqurun qaytadi. Hozir qaytyapti menimcha. Qaytyapti. Oxirgi marta sanaganimda 70 ta 80 ta. Mana shunaqa o'tadi. 1,5 daqiqada o't bo'ladi. Xo'p, aytishingiz mumkin. Aytishingiz mumkin, aziz aka, poyezd yo'li yonida maktab ochiq xavfli emasmi? Yo'q. Xavfli emas. Birinchidan biz to'sib qo'yganmiz. Ikkinchidan mashina yo'lda oldida bo'lgandan yaxshiroq. Chunki poyezd bir kunda 6 marta o'tadi. 3 tasi katta, 3 tasi kichkina. Va mashina bo'lsa ko'p o'tadi. Mashina yo'li yonida joylashgan maktablar bor deb, bizda o'zimizda ham bo'lgan shunaqa maktablar. Shundan chiqsangiz mashina endi poyezd unaqa ko'p o'tmaydi. O'sha inson men shu poyezd tagida qolishim kerak, aynan men o'zimni tashlashim kerak demasa, katta ehtimol bilan poyezd hech kim urib ketmaydi. Mashinada unaqa emas. Mashinada bir ehtiyotsizlik bo'lib ham, shoshib yugurib chiqib ham, ko'rmay qolib ham, bir mazza mashinani tezligini noto'g'ri hisoblanib ham chiqsa, mashina urib ketib qoladi. Shuning uchun bizga bu yo'q, muammo tug'dirmaydi poyezd. Shu. Lekin bor. Mana shunaqa syomkalarimizga xalaqit berib turadi. Shunaqa. Biz o'rganib qolganmiz, sezilmaydi. Ya'ni biz mana shunaqa syomka paytlari sezilmasa. Xo'p. Siz ko'ngil xushlikka ishlatasiz. Buni bilish qiyin emas. Shunda telefoningizga kirasiz, screen time qaraysiz, necha soat nimaga sarflayapsiz? Reels bor, o'tda YouTube bor, TikTok bor, kimlardadir. Ko'ngil xushlikka 4 soat sarflayapsiz. Umringizni uyg'oq umringiz 16 soat taxminan. 8 soat, 4 soat ko'ngil xushlikka sarflayotgan bo'lsangiz, buni ta'rifi ham bor. 2000 yillik ta'rifi, personal ludens deydi. Ko'ngil xushlikka uchgan inson, personal ludens. Demak, siz 25% personal ludenssiz. Ya'ni ko'ngil xushlik odamisiz. Hayotingiz shu, nima siz shu ko'ngil xushlikni istovchi maishat parast deydi-ku. Maishat ko'ngil xushlik so'zidan olingan. Maishat aniq aroq, vino bo'lishi shart emas.
istalgan ko'ngilxushlik, ko'ngilni xush qiluvchi maishiy narsalar maishat bo'lib qoladi. Siz farzandlaringizga kuniga 1 soat vaqt ajratasiz, 2 soat vaqt ajratasiz. Do'stlaringizga 2 soat vaqt ajratasiz kuniga. Demak, 10% siz otasiz, 10% do'stsiz. Ota-onangizga qanchadir vaqt ajratsangiz, qanchadir resurs ajratsangiz, demak siz 10%, 15% farzandsiz, qayerdadir lidersiz, qayerdadir muxlissiz, qayerdadir o'quvchisiz. Kimligingizni bilmoqchimisiz? Kimman men degan savolga javob olmoqchimisiz? Mani vaqtim qayerga qarab ketyapti va men nimalarni yaxshi ko'raman degan savolga javob toping. Siz o'rgatmayotgan bo'lib, insonlarga bir narsani o'rgatmasdan turib ustozman deya olmaysiz. Siz bir narsani o'rganmasdan turib men o'quvchiman deya olmaysiz. Siz bir amal qilmay turib, amalga vaqt ajratmay turib musulmonman deya olmaysiz. Siz bir kitoblarni o'qimay turib men kitobxonman deya olmaysiz. Vaqt belgilaydi hammasini. Sizni gapirayotgan gapingiz emas, balki ishlatayotgan vaqtlaringiz kimligingizni belgilaydi. Chunki siz yaxshi ko'rasiz shu ishlarni. Aytishingiz mumkin, men yomon ko'raman, lekin qilaman. Men aytaman, siz yolg'onchisiz. Biz nimaga? Chunki siz shu ishni yaxshi ko'rishingizni tan olishdan uyalasiz. Chunki boy aytdik, haqiqatni tan oling, biz hech bo'lmasa hurmatimizni saqlab qolaylik. Shu iqtibosdan kelib chiqib, biz hammamiz uyquni yaxshi ko'ramiz. Demak, hammamiz 33% ga ayiqmiz. Agar 8 soat uxlaydigan bo'lsak. Ayiqlarmi? Uxlaydigan eng ko'p. Xo'p. Aynan bu hammamiz uchun bu. Men sizlarni aytish uchun emas, men o'zimni analiz qilish uchun o'zim demak kimligimni bilmoqchi bo'lsam, shunchaki o'zimni soatlarimni analiz qilishim kerak. Ana shu meni kimligimni aytadi. Va bu kimligimiz bitta so'z bilan bo'lmasligi mumkin. Bir nechta so'z bilan. Qani shuncha oching, nimalarga vaqt ajratyapsiz? Uyalmang agar 4 soat, 6 soat mana shu narsa turgan bo'lsa, ko'ngilxushlik uchun vaqt ketayotgan bo'lsa, yozib qo'ying. Personal ludens deb. Birinchi navbatda shusiz. Ya'ni maishatparastsiz. Lekin bir narsani bilishimiz kerak, o'zgarish haqiqatni tan olishdan boshlanadi. Bundan uyalmasligimiz kerak.